4 yil avval mastopatiya deb aytishgan. Shu bilan 4 yil lecheniya qildim. Keyin bir borsam 4 millimetrlik kichkinagina kislacha bo'lib qolibdi deyishdi. 15-16 yil o'sha onkologический aylanib ketdi. O'sha ximiya olgan vaqtlarimda shunaqa holatda bo'lib ketaman. Mana sochlarim qolmagan, 17 kunda qolmagan. Butunlay tushib ketgan. Birinchi shu kasallikni, shu ko'krak saratoni bilan kasallanib qolganingizni eshitganingizda ichingizdan nima o'tdi, opa? Qancha umrim bor, birinchi shunaqangi ekanda. O'g'lim mana hozir 2016-yil. Shu o'g'limni uylashga ulgurmanmikan degan xayollar ham o'tdi. 3 oy bu ximiyani ta'siri, 3 oydan keyin dedi, o'sib ketadi. Shu kasal sizni olib ketadi degan gapni gapirishdi. Halilanishni boshladim. 2 oyda borib tekshirtirsam 11 ga qaytgan. Hozir 4 ga 3 millimetrlik, faqat chandiq. O'tgan hafta bordim. Apa bo'ldi, endi bu sizni bezovta qilmaydi. Bu Mashalloh. 6 oy bo'ldi-ku, mana 6 oydan beri o'zgarmadimi? O'zgarmaydi. Assalomu alaykum Halilaning aziz va qadrli kuzatuvchilari. Sog'lig'inglar yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Allohim dardingizga shifo bersin. Biz yana bir yangi natijalarni izlab Farg'ona viloyatidamiz hozirgi paytda. 1,5 yildan beri Halila mahsulotini iste'mol qilib kelayotgan o'g'il xonapamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi, opa? Charchamayapsizmi? Avvalambor Allohim natijalar bilan siylasin, oxirigacha quvontirsin. Farzandlaringiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Har doim baquvvat, kuch-quvvatga to'la bo'lib yuring. To'g'risini aytsam, boya bizani kutib olganingizda, sizni bemor inson deb o'ylamadim, chunki menimcha yo singlari kimdir chiqib kutib olayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Agar yo'q demasangiz, siz bilan bir ozgina o'tmishga sayohat qilsak. Shu kasallikni ozgina qanaqa qilib bilib qoldingiz? Nima sabab bo'lib qoldingiz? Qanaqa alomatlari bo'ldi? Shu haqida ozgina gapirib bera olasizmi? Endi bu kasallikni boshlanganiga ancha yillar bo'lganda, u paytlarda mastopatiya deyilgan, shu davolanib kelganman. 14 yil avval mastopatiya deb aytishgan. Shu bilan 4 yil lecheniya qildim. 4 yildan keyin o'sha bormay qo'ydim. Bormay qo'yib anchalik yaxshi bo'lib ketdim deb o'yladim. Shunaqa yurib yana oradan 3-4 yil o'tgandan keyin yana bir og'riq nima bo'ldi? Unchalik nima yo'q edi-yu, bilinmasdi bez. Og'riq bo'lar edi. Shamollash u bu deyishdi. Oxiri keyin bir borsam 4 millimetrlik kichkinagina kislacha bo'lib qolibdi deyishdi. Shuni onkologiyaga borib ko'rsatib kelasizmikan deyishdi. Keyin bordim, ular oladigan emas bu deyishdi. Shu bilan lecheniya yozishdi. Yana 3-4 yil o'sha lecheniya bilan yuraverdim. Endi qo'yingki shunaqa. Mana shu paytgacha shunaqa bo'lib kelgan. Lecheniyalar bilan yurganman. Endi 2023-yil shu bir nima bo'ldi-yu, qottarib qoldi-da. Shu bilan bordim. Borib ko'rinaychi deb ko'rinsam, shu analiz buyurishdi. Analizlar olgandan keyin shu kasallik aniqlandi-da. Nechinchi yil aniqlandi? 2023. 23. O'sha mastopatiyada kasalligi o'zi bilan salkam 14 yil kasallanib, 15-16 yil o'sha onkologический aylanib ketdi. Shunaqa bo'ldi. Mastopatiya sizni nima asosida bu paydo bo'lib qoldi? Sovuqda ko'p yurganmisiz? Farzandlaringizni erta chiqarganmisiz yoki siqilganmisiz, asabiylashganmisiz? O'sha kichkina 2006-yil o'g'lim oxirgi shuni sutdan chiqarganimdan keyin bo'lganda. O'sha payt shamollaganmanmi? Shunaqa. Alloh shifosini bersin. Ximiya nur olganmisiz? 6 ta ximiya oldim. Nur olmadim lekin. Lekin olsa ximiya oldingiz. 6 ta ximiya oldim. Undan keyin operatsiya buyurishdi. Uni keyin o'zim o'z xohishim bilan voz kechdim, operatsiyadan qildirmadim. Bu ham bir yaxshilikkadir. Ximiya olish jarayonida sizda qanaqadir yoqimsiz og'riq, ko'ngillanishlar, soch to'kish kabi muammolar kuzatildimi? Uni hozir aytib berish ham qiyin. Agar sir bo'lmasa, aytib bersangiz, nimaga aytib berishingizni so'ragan bo'lardim. O'zini yaxshi ko'rmaydigan ayollar uchun, avvalambor to'g'ri, aytaylik, farzandlari uchun harakat qiladi ona, farzandlari uchun, turmush o'rtog'i uchun, oila a'zolari uchun harakat qiladi ona. Lekin u qachonki ona, u qachonki o'zini haqida qayg'ursa ona-da. Chunki u hozir agar o'ziga e'tibor bermasa, doktorga bormasa, kasalligini davolatmasa, ertaga u farzandlariga qanaqa onalik qiladi?
qanaqa qilib oilasi bekasi, chunki o'zingiz bilasiz, Alloh asrasin, misol uchun bitta oilada agar ayol kishi bo'lmasa, erkak kishilar o'zi nima qiladi yoki yosh bolasi bilan. O'sha uchun qaysidir hozirgi paytda shu kasalliklarni boshlang'ich etapida turgan insonlar, ayollar bo'lsa, ular ham erta harakat qiladimi degan maqsadda aytolmanda, aytib bersangiz, ular hech qaysi bir inson boshdan o'tkazmasin bu narsani, lekin ular ko'zini oldiga keltiradi baribir shu narsani. O'shaning uchun ozgina aytib bersangiz degandim. Ximiyaga vaqtlarimni aytsam, mana o'sha paytlarda bitta doktorni o'zlariga, men og'ir kelganman, birinchi Toshkentda olganman-da ximiyani. Toshkentdan kelgancha o'sha o'zimdan ketib bo'lgan, nima bo'lgan. To'g'ri baqa shoshilinchga olib kelishgan. Shoshilinchga kelganimizdan keyin o'sha o'zimga keltirishgan. O'shandan keyin o'sha doktorga menda shunaqangi yomon nimalar bo'lyapti, og'riqlar kuchli, shu deb aytsam, shu doktor aytishgandi, "Apa, menga men tushuntirganingiz bilan hozir sizni dardingizni men tortganim yo'q. Shuning uchun sizni dardingizni men tushuna olmayman, bilmayman. Sizni dardingizni tushunish uchun sizdaqa bemor bo'lib, o'sha sizni og'riqlaringizni bilishim kerak, his qilib ko'rishim kerak. Men o'sha his qilmaganim uchun ozgina qo'limdan kelsa jinday yordam bera olaman, lekin sizni nimalaringizni tushunmayman" deb doktorning o'zlari ham shu gapni aytishgan edi. Endi o'sha juda qiyin-da uni tushuntirib berish. Mana o'sha boshidan o'tganlar hammasi ko'rsa o'zi ham nima qiladi? Og'riq, hali o'zingizga bormisiz, yo'qmisizmi deya nimada. Shunaqa qiyin. Meni endi o'sha holatdan olib chiqish uchun Allohga shukr, ota-onam borlar. Umrli uzoq bo'lsin. Dadam 84 ga kirdilar. Onam 75 ga kirishdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Shu ota-onam doktordan olib chiqishadi, uyga olib ketishadi. Ikkalalari birga o'tirib qarashadi. Onam boshimda o'tiradilar, dadam oyog'imda. Men shunaqa qilib 6 oy shu ximiyani ota-onam bilan o'tkazdim. Necha yoshdasiz opa? 50 yoshda. 50 yoshdagi farzand ham ota-onasini uchun qarang. Qanaqa mehr haqida siz hozir bizga gapirib beryapsiz-da. 84 yoshlik inson bu. Hozir kichkina yosh haqida gapirmayapsiz-da. Shu inson sizni больницада oyog'ingizni silab, bolam deb sizga termilib o'tirganlari. Chunki har bir insonning o'zining farzandi dildarog'ida baribir. Hech qanaqasiga bir zirabcha kirsa ham qanaqa ota-onaga qiyin. Lekin sizni qanchalik qiynalayotganingizni ko'rib ham sizni tashlab qo'yishmagan. Tashlab qo'yishmadi. Shu ota-onam uchun kurashdimda, yashashga, ota-onam uchun, farzandlarim uchun. Shular sababchi deyman-da, yaxshi bo'lishimga. Men u paytlarda o'sha ximiya olgan vaqtlarimda shunaqa holatda bo'lib ketaman. Mana sochlarim qolmagan, 17 kunda qolmagan. Butunlay tushib ketgan. Shunaqa. Shu ota-onam hayotga qaytardilar. Nabiralarim bor. Bir shirin nabiram bor. Shu birinchi ximiya olib kelganimda hatto suv ham icholmaganman. O'sha 10 shprizga tortib berishardi. Shu nevaracham, "Bu jonim, hali hammasi o'tib ketadi. Hali hammasi o'tib ketadi. O'zi yaxshi bo'lib ketasiz. Mana shuni jicha iching, orsa suv berishar edi." Shu 10 shprizga tortib berishardi. Hech kim qo'lidan ichmasdim. Shu bala bersa qaytara olmaganman. Shu bala ovqatga kirgizgan o'sha nevaram bo'ladi. 5 yashar. Birinchi shu kasallikni, shu ko'krak saratoni bilan kasallanib qolganingizni eshitganingiz ichingizdan nima o'tdi, opa? Nima o'tar ekan? Qancha umrim bor, birinchi shunaqangi ekanda. O'g'lim mana hozir 2006-yil. Shu o'g'limni uylashga ulguramanmikin degan xayollar ham o'tdi. Nevaralarimni to'yini ko'ramanmikin degan xayollar o'tar ekan. Ota-onam qiynalishini o'yladim birinchi. Shu ota-onam farzandim deb kuymasa deysiz ekanda. Ota-onam qiynalishini o'ylab. Bitta o'zingiz yolg'iz qolganingizda, baribir shu kasallik bilan kurashayotganingizda, chunki ko'p insonlar bilan gaplashaman-da, ular uchun 1 soat ham g'animat-da. 1 soatdan keyin bormanmi, yo'qmanmi deb gapirishadi. Har bir inson shu kasallik bilan kasallangan. Lekin sizda ko'proq harakat, xohish, maqsad, o'y, xayol nima bilan band bo'lgan shu o'zingiz qolganingizda bir xonaga kirib qolib, o'kirib yig'lagan paytlaringiz ham bo'lganmi, opa? Yo'q. Unaqangi juda unaqangi qilmaganman. Men bilmadim hech ham o'limda, o'lim haq. Sog' odam ham o'lyapti-ku. Misol, biz bemor bo'lsak, Alloh suygan ekan beribdi shu dardni. Men to'g'ri qabul qilaman. Hech qachon pushmon ham bo'lmayman, boshqa ham qilmayman.
Allohga faqat shukr aytaman. Shu dard bilan siylaganiga ham, berganiga shukr. Mana bergan ekan, orqasidan shifosini ham berib qo'ydi-ku. Alloh rozi bo'lsin. Haliladan bo'lsa ham mana doktorim ham juda yaxshilar. Allohga shukr, hamma narsalarni tushuntirib, Alloh Dilara rozi bo'lsin. tatarka qiz, lekin juda ham nimasi yaxshi. Ko'nglingizga qarab yo'l topadi. O'sha operatsiya qildirmayman deganimdan keyin o'shanga qarab lecheniya boshlashdi. Lekin Halila aytishimni haligacha bildirmagan. 1,5 yildan beri bildirmagansiz. Xo'p, Halila mahsulotini qanaqa qilib ko'rib qoldingiz? Qayerda eshitdingiz? Bunimi bir apam Rossiyada edilar. O'sha apam hikoya tashlashdi bir. Hikoya tashlovdilar, shuni ochib o'qib ko'rib o'tirsam, shu Misr Arabistoniga tabib davolash uchun boradi odamlarni. Borganda hech qanaqa bemor kelmaydi-da, siz qolgandan haligi tabib endi qaytib ketishga to'g'ri keladi. Qaytib ketyapti turib, bitta nima bilan suhbatlashadi-da. Nimaga endi shunaqa Bemorlar yo'q bu yoqda. Bemor yo'q. Men ataylab shu yerga ishlash uchun kelgandim. Shunday quruq qo'l bilan qaytib ketyapman. Deb shunaqangi nima bo'ladi. O'shani ko'rdimda, keyin ular aytadiki, bu yerda dori-darmon bilan davolanmaydi hech kim. Faqat o'sha asalli qorishma bor. Sidana va asalli qorishma bor. Faqat shuni ichib yuradi, kasal ham bo'lmaydi bu yerda. Va sunnatga muvofiq yashashadi yerda. O'sha bekor kelibsiz deb nima qilgandan keyin haligi tabib chiqarganlarda mashalloh endi faqat shu asalli qorishmani tayyorlaymanda. Shular bilan davolaydi. Shu oldilagi maqsad qo'yib o'sha yerdan chiqib turib aytishgan ekan. Faqat shu asalli qorishma tayyorlagan mahsulotim qadariga tuzalishlikni bitgan insongagina yetib borsin deb duo qilib tayyorlar ekanlar. Shuni eshitib, o'sha hikoyadan keyin hali nimadir bo'ldi. Bir kun o'sha o'ylanib, shuni qanday qilsa bo'lar ekan? Agar Alloh menga ham shifo berishni xohlasa, balkim shu to'g'ri kelib qolar. Bir kun o'zim tayyorlayman ham deb ham ko'rdim. Mana qo'shnimga aytdim. Bozorda deyishdi, Sidana tuyadigan joy bor deyishdi. O'sha yerdan qildirib kelib beraman apa deyishdi. Shunaqa maslahatlashdik. Yo'q, keyin shu bir SMS nima bo'ldi? YouTube nimani ko'rib tursam, shu tom aytdi, nima keldi. Halila saratonni birga yengamiz deb. Keyin ochdim, ochib o'qib ko'rsam, o'sha sizni nimalarni eshitdim. O'sha yerda lekin ko'zimga yosh keldi meni. Alloh menga o'sha rosa chin dilimdan xohladim. Shu asalli qorishma deb aytganingizdan o'zi shunday titrab ketdim-da. Demak, menda shifosi bor ekan. Shundan umid qildim. Undan keyin kichkina qizimni qaynalari kichkina qudam tashlagan ekanlar. Shu bilan keyin 3 kun kuzatdim. 1 oycha kuzatdim. 1 oy kuzatib bo'lgandan keyin sizga telefon qildik. Qizim telefon qilib berdi. O'sha bilan tashlab bering dedingiz, tashlab berdik hamma narsalarni. Keyin o'sha apa dedingiz, sizda tez natija bo'ladi deb ayta olmayman. Chunki bu uzoq yildan beri bo'lib kelgan ekan dedingiz-da. Shunaqa. 3 oyda yo bo'lmasam 5 kunda natija olasiz deb ayta olmayman dedingiz. 6 oy agar sabr qilib ichaman desangiz, 6 oyda natija ko'rasiz deb aytdingiz. Keyin shu umid bo'ldi, shuni oldik, bu xo'jayinga aytdim, shuni olaylik dadasi desam, undan oldin Andijonda ham davolanganman-da tabibda. U ximiyadan keyin 11 millimetrga qisqargan bo'lgan. Tabibga borib kelganimdan keyin yana o'z holatiga qaytdi. 2 oy ichida yana o'sib ketdi. Yana onkologiyaga borsam, ular yana ximiya deyishdi. Keyin ximiyani yana xohlamadim, olmayman dedim. O'sha tabletkalarni yozib bering menga dedim. Shunaqa qilib yozib berishdi. Apa, ehtiyot bo'lasiz deb aytishdi. Keyin boshqa baribir bitta doktor bilan anaqa qilmas ekansiz. Boshqa onkologga ham bordim. Borsam, sizda xavfli. Siz 3 oy bu ximiyani ta'siri 3 oydan keyin dedi, o'sib ketadi. Shu kasal sizni olib ketadi degan gapni ham gapirishdi. Mayli, peshonamdan dedim. Oldirib tashlang deyishdi. Yo'q, oldirmayman dedim. Siz Allohning oldiga yuzim yorug' bo'lib borsin deyapsizmi deb qattiq ham gapirishdi. Shu operatsiya qildirmagan uchun. Nima desam ham, balkim shunaqa deb turgandirman dedim. Shuning uchun qildirmadim. Endi rosa qattiq gapirganlar ham bo'ldi, boshqa ham bo'ldi.
Shu halillanishni boshladim. 2 oydan keyin o'sha yana natija 11. 2 oyda borib tekshirtirsam 11 ga qaytgan. Keyin ko'rib aytishdi, ximiya olmadingiz siz deyishdi. Yo'q, olmadim dedim. Qandaydir nima, tabletkalarni kuchimi deyishdi. Qaytyapti deyishdi. Yana jicha kuzatamiz deyishdi. Shunaqangi qilib kuzatib borib 6 oy deganda 4 ga 5 millimetrlik kichkina tuguncha deyishdi. U endi to'xtabdi deyishdi. Bloklanibdi. Mashalloh. Bez bloklangan deyishdi. O'sha 6 oy bo'lguncha rosa umid qilib sanab kun nima qildimda, kun sanab kutdim. O'sha 6 oyda to'xtadi deb aytishdi. Mana o'shandan beri har oy boraman. Hozir 4 ga 3 millimetrlik faqat chandiq bor deyishdi. Endi sizda bo'ldi bu. Tugadi. Mana o'tgan hafta bordim. Apa bo'ldi, endi bu sizni bezovta qilmaydi. Bu Mashalloh. 6 oy bo'ldi-ku, mana 6 oydan beri o'zgarmadimi? O'zgarmaydi. O'zicha bala so'rashdi. Nima dori qilyapsiz? Ozgina vaqtingiz olaman apa deyishdi. Keyin shunaqa dedim. Endi doktorlarim bilmasdi-da desam, aytavering menga deyishdi. Shunaqa halila ichardim desam, voy halilani men yaqinda ko'rdim, rosa qimmat-ku. Qachondan beri ichasiz deyishdi, 1,5 yil dedim. Qimmat olalyapsizmi deyishdi. Ha, ota-onam bor, opa-singillarim bor, xo'jayinimlar bor, o'g'lim bor, yonimdagilar hamma endi yordam qilyapti. Hayot uchun kurash deb kulishib shunaqangi deb aytdim. Lekin nimadan natija ko'ryapsiz apa bilmadim deyishdi. Rosa zo'r natija. Ichki organlaringiz ham sog'lom. Mana bez, umuman bez deb aytib bo'lmaydi deyishdi. Chandiq. O'sha biopsiya nimadan olingan, analizdan qolgan chandiq bor deyishdi. Shu xursand bo'lib keldim. Alloh xayrli qilsin. Bizga eng muhimi shuda, chunki o'zimizni mahsulotlarni olib, iste'mol qilib, inson og'rig'i yengil bo'lsa, ozgina bo'lsa ham natija olib, sizdagi shu natijalarni eshitgandan keyin tashqaridan eshitayotgan har xil gap so'zlar bu hech narsa emasda. Oldimizga shunaqa katta devor ko'tariladi-yu, u gap so'zlar orqada qolib ketadi. Halila bir tenga qimmat, foydasi yo'q, yolg'on, ishonmanglar, faqat pulinglarga aldanasizlar. Mana tirik guvoh. Avvalambor endi Alloh biladi, kimga nima qanchalik natija ko'rishini. Biz har doim hammaga aytganmiz, shifo Allohdan. Mana o'zingizam aytib turibsiz, opa, faqat sabr qilishingiz kerak, ichingiz kerak degansiz, Yusufbekdosiz. Hammaga xuddi shunaqa deyman. Chunki bu 5 kunda, 10 kunda yo'q ketayotgan narsa emas. Chunki yillar davomida o'zingiz 14 yil mastopatiya va 2 yil onkologik kasallik, jami 16 yil o'tib ketyapti o'zi. Lekin 16 yillik bu kichkina vaqt emas. 16 yillik kasallikni 16 kunda yo'q qilib yuborish bu ilojsiz narsa-da. Avvalambor iloji bor, Alloh uchun juda oson. Lekin biz bandalar uchun juda ham qiyin narsa-da. O'shaning uchun Alloh dardingizga shifosini bergani rost bo'lsin. Siz boya aytgan shu otajoningiz, onajoningiz baxtlariga sog'-salomat bo'lib yurib, umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz baxtlariga, shu xonadonlaringizda go'zal to'ylar qilib yurishingizni nasib qilsin iloyim har doim. Hozirgi paytda shu kasallik bilan kasallanib qolgan ayollar uchun ayniqsa, aytaylik, endi har xil ayollar bor-da. Aytaylik, vodiyda, vohada, chunki ko'p joylarga borganman, ayrim joylarda hattoki sveti yo'q hali beri. Bilasiz, o'zingiz ham bu sir emas. Shu ayollar sizdagi insonlarni ko'rib, ular energiya olishadi-da. Bu mahsulotni tavsiya qilish yoki u umuman boshqa narsa. Siz o'zingiz nimadan energiya oldingiz? Siz o'zingizga ko'proq kuch qayerdan oldingiz? Kimdan oldingiz? Mana aytasiz, yig'lamadim Yusufbek deysiz. Bu kamdan kam insonlarda bo'ladi. Mana bir narsa bo'ladi, mana bir inson onkologik kasallik bilan kasallanib, bir inson doktorga boradi. Qon analiz topshiradi, sanda onkologik kasallik. Uzoq 6 oygacha umr ko'rishi mumkin deydi. Uyiga ketadi, bo'ldi. Uyiga borib siqiladi, yig'laydi, voydod deydi, 1 oyga ham yetib bormaydi u inson. Va doktor xonadoniga borib, endi analiz qog'ozlari almashib qolgan bo'ladi. Doktor xonadoniga borib, uzr, analizlarni almashib qopti, sen kasal emassan demoqchi bo'lib boradi, lekin o'sha kech bo'ladi. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganimki, sizda unaqa narsa bo'lmaganda, kuch-quvvat, siz energiyani qayerdan olgansiz, kimdan olgansiz ko'proq?
Shu oila a'zolarimdan-da. Oila a'zolaringizdan. Hammalaringizdan shu hamma bir bo'lib, qo'rqmagin. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, o'tib ketadi. Ayniqsa mana shu kichkina o'sha nevaracham shu nima qilgandan keyin bujon men kelin bo'laman hali deb shunaqangi qilib to'ylarimga borasiz. Yig'lar edi o'sha qiz. Yig'lar edi. Sochim to'kilgan kuni yonimga o'tirib yig'lagan. Shunday taraganimda. O'shanda ham rosa o'sha qiz yig'lab, bujon hali hammasi o'tib ketadi. Hali chiroyli bo'lasiz deb. Inshaalloh. Shu qizcha uchun kurashdimmi bilmadim, ota-onam uchun kurashdim, farzandlarim uchun. Hamma mehr bersa, mehrdan ekanda. Shunaqa. Suyana oladigan insoningiz bor ekanda, mashalloh, ko'z tegmasin, umrlik uzoq bo'lsin. Qo'shnim ham, singlimlar, nima bo'lsa jinga mazam qochsa, telefon qilaman, chopib chiqadilar. Mashalloh. Boshqa mana shunaqa doim yonimdalar. Hovli oma qo'shni ol degani mana bir guvohi bilan turibmiz-da hozir yana bir marta. Umringiz uzoq bo'lsin sizni ham iloyim, chunki baribir oson emas. Siz o'zingiz qo'shni sifatida oldingi holatlar bilan hozirgi holatlarga bu narsa deya olasizmi? Hozir ancha yaxshi bo'lib qolganlar qo'shnim. Tavsiyamiz. O'sha doridan dorim tugab qoldi desalar, iching yaxshi bo'lib qolasiz, iching deb nima qilib turaman. Xolos. Endi hali qiladigan ishlarimiz ko'p-da. To'g'rimi? O'g'il uylash kerak, ishlari bor. O'g'illarni to'ylariga o'zlari bosh bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Hamma o'zini farzandiga o'zi bosh bo'lsin, uyli, joyli qilsin. O'zi niyatlar qilardim, aytardim, hali to'y qilsak Xudo xohlasa chaqiraman Yusufxonni. Albatta Xudo xohlasa xizmatlaringizda bo'lamiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Hozirgi shu kasallik bilan kasallangan agar ayollarga o'zingizning shaxsiy tavsiyangiz bo'lsa, qanaqa qilib kuch-quvvatga kirish uchun, siqilmaslik uchun, o'ylamaslik uchun, depressiyaga tushib qolmaslik uchun, o'zini o'zi siqib kasalligini yana ham battar qilib yubormaslik uchun agar ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, butun O'zbekiston ayollari sizni hozir eshitib turibdi va albatta eshitadi. Agar ikki og'iz so'zingiz bo'lsa, ularga bemalol aytishingiz mumkin. Endi ayollarga aytishdan oldin oila a'zolariga aytish kerak. Mayli. Hamma oila a'zolari qo'llab-quvvatlashsa, bor mehrlarni berishsa, har tomondan motivatsiya bo'lib tursa, To'ppa-to'g'ri. yotgan odam ham oyoqqa turadi ekan. To'ppa-to'g'ri. Mana shunaqangi holatda mana hamma billa kurashdi, opa-singillarim billa kurashdi. 5 ta qizimiz opa-ukalar. Hammalari bittama-bitta borib, har kuni bansida billa yotishadi. Mana shunaqa qarashdi. 3 ta qizim bor, qudalarimga ham rahmat. Qudalarim ham 3 oy to'raygacha qizlarni qo'yib berishdi. Hammalari hozirgacha ham. Xudoga shukr qilaman. O'shaning uchun umuman kasal bo'lgandan keyin baribir yaraldikmi, bir kun o'lim bor boshimizda. Albatta. Sog' bo'lamizmi, boshqami, baribir bir kun o'lim borda. Shuning uchun voydod qilishlikda naqasi yo'qdi. Allohga shukr qilib qancha naqa qilsak, mana ajri bor ekan-ku, ajrini beradi. Faqat ishonish kerak ekanda. Men o'sha oddiy nimani eshitganimdan, Hikoyani. shu hikoya menga kuchli ta'sir qilgani bo'ldimi? Shu tuzalaman. Demak, menga mana shu narsa keldi, tuzalaman. Shuni Alloh menga shifoli qilib jo'natdimi? Shuni ichib tuzalaman degan qaror qilib olganman o'zimga. Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun mana hozirgacha ham Allohga shukr yaxshiman. Poliartritim bor edi. Uydan bu uyga emgaklab kirib yurganman vaqti kelsa, shunaqa kuchli og'riqlar, nimalardan. Poliartritdan ancha qoldimi? Mana bemalol yuribman-ku hozir. Xudoga shukr. Xaliladan rozisiz. Rahmat. Olib kirgan, olib kelgan, sizga yetkazib bergan insonlardan rozisiz. Roziman. Har namozimda duo qilaman. Hammalaringni, har nechta inson bo'lsalaring, mana shu Halilani ishlab chiqayotganlar, olib kelayotganlar, mana shu yerga mana qancha qadam bosib keldingiz, ilohim har bitta bosgan qadamlaringizga ajrlar bo'lsin ilohim. Farzandlaringiz rohatini ko'ring siz ham. Rahmat. Hammani xursand qilib, mandaqangi mana shunaqa tuzaldim deganlar ko'payversin. Inshaalloh. Ishonishsin. Mana nimada yozaman, har xilda juma kunlari yozib qo'yaman. Shunaqa yaxshi bo'ldim deb yozib qo'ysam, telefon bo'ladi. Birlari hali yaxshi gapirib telefon qilib so'rashadi. Mana shu o'tgan hafta bittalari telefon qilib nima qilishdi. 4-bosqichga ham dori bo'ladimi u deb menga yozishdi. Uni dedim, Allohdan bilasiz, men bilmayman uni.
Hammasini Alloh bilaman, faqat o'zimda o'tgan narsani bo'lishyapman deb yozsam, ha, bizga shifo bo'lmadi-da. Ha, endi sabr bersin dedim. Dadamlar edilar. Ha, qancha ichdilar deb yozdim. Desam, o'sha 1,5 oy, 2 oyga yetmadi. O'sha 4-bosqich edi, shifo bo'ldi. Ha, o'sha 1,5 oxirgi bosqichga kelganda bilibsiz-ku, qanday qilib shifo bo'ladi endi. Shunaqalarga ham aytaman. Endi o'ylab ko'rishsin-da. Bir Hamma yaqin menga voqea mana bo'ldi shifo menda ham, bo'ldi. xuddi sizdagi. 4-bosqich onalari onkologik kasallikdan kasallangan, doktorlar 1 oyga ham yetib bormaydi deyishdi-da. Og'riqlar juda kuchli ahvolda qo'ng'iroq qilishdi. Men aytdim, 1 yil yoki 6 oy kamida iste'mol qilishingiz kerak. Sabr bilan, ixlos bilan kamida 120 kun ichishingiz kerak. Xo'p, ichamiz. Xo'p, bo'pti, xo'p, mayli, chiqarib beraman. Chiqarib berdim va oradan 6 oy vaqt o'tdi. 6 oy davomida ichib kelishyapti mahsulotni. 6 oydan keyin shu inson olamdan o'tyaptilar-da. Keyin aytishyapti, bizga hali mahsulot yordam bermadi deyishyapti. Xo'p. Qanaqa qilib 6 oyda davomida yordam bermadi deya olasiz? Ozgina bo'lsa ham umrlarini uzaytirib bergan bo'lsa, og'riqlari qoldi deyapsiz. Tetiklashdi deyapsiz. Nega siz tarozini pallasini to'g'ri qo'ymayapsiz? Nega oxirida bunaqa o'ylayapsiz desam, keyin ozginadan keyin o'zlarining xatosini tushunishdi shekilli uzr so'rashdi. Yana bir voqeada xuddi shunaqa voqea 6 oy davomida ichib kelishyapti. O'g'illari telefon qilib, menga doktorlar uzog'i 2 oy degandi, lekin 6 oydan ham yashab ketyaptilar. Qachon o'ladilar? So'rayapti deymanda. Siz hozir yashayotganlardan xursandmisiz yo xafamisiz deyapman. Shunaqa insonlar ham bor-da, bizga uchrab turadi. Shunaqangi insonlar ham bor, yo'q emas. Allohim hammamizga insof bersin. Ularga emas, hammamizga insof bersin. Biz bor narsani aytib chiqarganmiz. Endi bu onkologik kasallikda shamollash emas, allergiya emas, yo'tal emas. Ozgina shu narsaga agar jiddiyroq qarasak, ana o'shanda tushunamiz bu narsani. Biz ham misol uchun hozir hech qaysi bir doktor ham 100% kafolat bermaydi. Xuddi shunaqa biz ham. Bu narsani ximiya, nur bilan, xohlagan narsa bilan parallel ravishda olib ketsa bo'ladi. Hattoki sog'lom inson ichsa bo'ladi. Chunki bu narsani o'zim ham ichaman. Bu narsani sog'lom inson ham ichsa bo'ladi. Lekin qay tarzda ichishi va qanaqa o'ziga qabul qilishiga ham bog'liq-da. Shifo deb ko'radimi yoki misol uchun aytaylik, bu vaqtinchalik narsa deb ko'radimi? Endi u narsa insonning o'ziga bog'liq. Allohim hammani dardiga shifo bersin. Sizni bunaqa sog'lom ko'rib turgandan juda xursandman. Inshaalloh bundan-da yaxshi bo'lib yuring. Farzandlaringiz to'ylarini, farzandlarini to'ylarini qilib yuring. Shu mahsulotni olib kirgan, sizgacha yetkazib bergan inson haqqiga bir duo qilib bersangiz. Yodmasangiz agar. Mayli. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya Rabbim, shu kunga yetkazganingga, shunday kunlar ko'rsatganingga alhamdulillah, o'zingga behisob hamd va sanolar ming bor shukrlar bo'lsin Allohim. Ilohim, mana shunday dard beribsan Alloh, dardga shifolar berganing uchun bo'lsin Allohim. Mana shu halillarni ichib turgan, ichmay turgan menday bemorlarda hammalariga Allohim komil shifosini bersin ilohim. Hech banda dard chekmasin ilohim. Sizlar ham shunday mashaqqatli ishlarda, mana yo'lda yuribsizlar, ilohim yo'llaring doim ochiq bo'lsin. Farzandlaringiz rohatlarini ko'ringlar. Har bitta inson mana shu halillardagilar hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim farzandlaringni baxti kamolini ko'ringlar, ishlaringga rivoj, dastilingga barakotlar bersin ilohim. Alloh doim qo'llab-quvvatlasin. Alloh qo'llasa boshqa narsa hech nima emas. Ilohim Allohni panohida bo'linglar. Yo'lda yurasizlar, qayerda yursalaring ham ilohim. Farzandlaringiz baxti kamolini ko'ring. Sog' salomat bo'linglar, dard ko'rmanglar. Hamma bemorlarga shifo bersin ilohim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Alloh Salomat bo'ling. Qalbdan chiqqan chiroyli tilaklaringiz uchun rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hech qachon o'zingiz boshqa kasal bo'lmang.
Ilohim. Shamollamayman ham iloyim. Ilohim. Har doim kuch-quvvatga to'lib, har doim xushchaqchaq bo'lib yuring. Hurmatli Halilaning aziz va qadrli kuzatuvchilari. Avvalambor hammaning dardiga Allohim shifosini bersin. Hech qachon hech kim kasal bo'lmasin, osmonga qarab yotmasin, xastaga suyanib qolmasin. 1,5 yildan beri mana Halila mahsulotini iste'mol qilib, o'zingizlar ko'ryapsizlar, onkologik kasalliklari qay darajada qisqarib ketganini, hattoki yo'q bo'lib ketganini o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz. Halila mahsulotini iste'mol qilsammi, qilmasammi deb ikkilanib turgan bo'lsangiz, hoziroq bismillah deb olib iste'mol qiling. Agar iste'mol qilmoqchi emasmisiz, undan ko'ra kuzatmang. Chunki ertaga kunda siz afsuslanib qolishingiz mumkin. Nimaga vaqtida olmadim, nimaga vaqtida ichmadim degan narsa bu eng og'ir narsa. Yoki olib ichish kerak, yoki kuzatish kerak emas. Avvalambor Allohim dardingizga shifo bersin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Yaxshi kunda, yaxshi kayfiyat bilan ko'rish nasib qilsin. Inshaalloh tez kunda sog'ayib ketish nasib qilsin hammaga. Salomat bo'linglar.